Bugun kechga nima ovqat pishirishni bilmay guruch qaynatishga qaror qildim. Yoniga podlivka qilib olaman qiymasini. Qanaqa chiqar ekan, tomosha qilamiz. 1 kosacha guruch o'lchab oldim va uni hozir yaxshilab yuvaman. Qozonni qizdirib, yaxshilab yog' quyib, yog'im qizigach, xuddi mana shunday yuvilgan guruchimizni solamiz. Mana qovurilgani bo'ladi. Endi suvni, tuzini quyamiz va dimlaymiz. Ozgina suv quyamiz. Sepamiz. Yog'ini qo'yib pishiramiz. Mana shunday pishiramiz. Yaxshilab qaynab chiqqach, olovni pastlab, o'zini bir aralashtirib, xuddi oshni palov damiga qo'yganday damiga qo'yamiz. Teshikcha qilamiz. Qopqog'ini qo'yib 15 minutda qovura olaylik. Bir qarasam, guruchimiz tayyor, suvi yo'q. Zo'r bo'lib pishibdi, o'chirib, ana endi shunday krishkasini qopqog'ini yopib guruchimni shunaqa chiroyli qilib solib oldim idishga.